Uyghur siyasiyon Seydulla Seyfullayev, ot yürek milli inqilabçı ve siyasiyon Seydulla Seyfullah 1918 yılı 1. ayının 4. günü Turpandaki Çatqal yezisida bir namrat Uyghur dehqon ailesida tug'ilgan. Seydullah'ның atası bu arzuluq oğlunun ismini bovisi Seyfullah'ның vasiyetiga asasen Seydullah deb qo'ygan bo'lib, darvaqa isim o'z egisini tortidi degan aqliya bo'yicha Seydullah apandi bir asrga yaqin hayotida til bilan tasvirligisiz og'ir sinoqlarga va ziyonkashliklarga uchirgan bo'lsa-mu, lekin uning esil zodilik sifati hali ham oq ko'ngil xalqimiz orasida yod etilib kelinmoqda. U maktab yeshig'i to'shay deganda Turpanda muhitilar jamoatining kuchli g'ayrati va tirishchanligi natijasida yangicha ma'rif harakati qo'zg'algan bo'lib, Musul Hoji muhitining oilasida ochilgan tunji yangicha maktab yosh Seydullah'ning dastlabki hayotiga zo'r ta'sir ko'rsatgan. 1934-yili yozda uningga uzundan buyon diqqat qilayotgan general Mahmud Muhiti Qashqar viloyatining bosh harbiy valisi bo'lganda Seydullah'ni boshqa 11 nafar Uyg'ur yosh bilan Toshkentga o'qishga chiqargan. Seydullah Toshkentda Seyfiddin Azizi qatorliqlar va boshqa 11 nafar savoddishi bilan yaxshi o'qib, tashkilotchilik va davlatchilik ideyasida zo'r burilish hosil qilgan. U 1937-yili 8-oyda o'qish bitirib vataniga qaytib kelganda Sharqiy Turkistonning siyosiy vaziyati tarixda misli ko'rilmagan darajada keskinlashib ketgan edi. Seydullah shu yili 9-oyda Urumchidagi o'lkalik Daril Mualliminda ishga tushgan. Biroq shu yili 10-oyning 12-kuni kechida Xo'janiyaz hoji boshliq 111 nafar yerlik amaldorning biroqla tutqun qilinishi Urumchi vaziyatini yanada qo'rqinchli qilib o'tgan. 1942-yili Urumchidan G'uljiga surgun qilingan 24 yoshlik Seydullah Shingsayning tutqun qilish harakatidan voqif bo'lib, Sovet konsulining taklifi bo'yicha bilim oshirish bahonasi bilan omon-eson Sovet ittifoqiga chiqib ketgan. 1944-yili atiyozda Seydullah o'qiyotgan maktabidan Almutaga chaqirtilib, Sharqiy Turkistondan qochib chiqayotgan barliq yoshlarga harbiy va siyosiy ta'lim-tarbiya berishga mas'ul qilingan. Seydullah Seyfullayev 1945-yili 4-oyda qaytib kelgan hamon Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti vaqtliq hukumatining Ma'rif ministrligiga qarashli kadrlar bo'limining boshlig'i bo'lgan. Ahmadjon Qasimi uning ma'rif sohasidagi talantini bayqab qolgandan keyin uni G'ulji shaharlik ma'rif idorasining boshlig'i qilgan. 1945-yili 15-noyabr G'uljida Sharqiy Turkiston inqilobchi yoshlar tashkiloti qurilganda amdila 27 yoshdan halqigan himmatlik yigit Seydullah Seyfullah bu siyosiy tashkilotning muavin raisi bo'lgan. 1948-yili kuzdan 1949-yili kuzdagi ishg'oliyatchi bo'lgan bir yilda sobiq Ili viloyatlik ma'rif idorasining boshlig'i va Chapchal nahiyasining hokimi qatorliq vazifalarni o'tagan. Cho'ng ishg'oliyatdan keyin Kompartiya banditlari Seydullah Seyfullayevning avam orasidagi bo'libmi yoshlar va ziyolilar orasidagi nopozining kuchlikligini ko'zda tutib, uningga bir mezgil Ili viloyatining muavin sekretarlik mansibini bergan. Bu jarayonda Seydullah Seyfullayev Ahmadjon Qasimiylarni xotirlash bahonasida Vanqadir bog'dagi hozirgi 3 viloyat inqilobi xotira muzeyini qurib chiqib, keyingi avlodlarga to'limi muhim bir vatanparvarlik bazasini miros qoldirgan. Texmi muhimi shuki, sobiq Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti g'olliq kadrlaridan 33 yoshlik Seydullah Seyfullayevning riyosatchiligida Qayyumbek Xo'ja, Osman Ziyam, Yasin Xudoberdi, hatta Milliy armiya bosh qo'mondoni Leskin qatorliq 50 dan ortiq odam 1951-yili
3 ayning 4 kuni G'uljida yig'ilib, cho'ng yig'in echib, maxsus Uyg'uriston Jumhuriyati qurishga oid 12 moddalik fikr loyihasini tayyorlagan. Ayni chog'dagi ishg'olchilarning boshlig'i Wang Jin G'uljidagi mazkur sobiq milliy armiya komandirlari, rahbariy kadrlar va ziyolilarning Uyg'uriston Avtonom Jumhuriyati qurishni talab qilishidan nihoyat g'azablanib, shu yili 13 va 19 aprel kunlari Xitoy Kompartiyasi atalmış Şinjan Şöbe Bürosi Ürümçide mazkur kishilarni tanqidlash yig'ini ochgan. Bu yig'inga 225 nafar kadr qatnashtirilgan bo'lib, buning 120 nafari Uyg'urlar mutlaq ko'p sonliqni egallagan Xitoy emas yerlik millat kadrlari edi. Bu yig'inda Xitoy Kompartiyasi atalmış Şinjan Şöbe Bürosining sekretari Wang Jin qatorliqlar 51chilarning Uyg'uriston Jumhuriyati qurish talabini xato deb qattiq ayiblagan. Saydulla Saypullayov 1951 yili 7 oyda Qashqar viloyatlik ma'muriy mahkamaning valisi bo'lish orqali Qashqar viloyatining ma'muriy huquqini qo'liga olib, Qashqardagi qisqagina 2 yillik huquq tutgan mezgilida kelajakdagi Uyg'urlarga unutilmas tarixiy to'hfalarni miros qoldirgan. Shu qatorda koni qo'lyozmalarni, qadimki asarlarni yig'ish, ratlash, tarjima qilish ishlarini yo'lga qo'yib, nihoyatda muhim materiallar arxivlashtirilgan. 1958 yili atiyozga kelganda Xitoy Kompartiyasi Qingdao yig'inida Zhou Enlai bilan gap tortishgan va uni mat qilgan Saydulla Saypullayov qatorliq yuqori darajalik milliy kadrlarga qattiq zarba bergan. Tarixchilar Saydulla Saypullayov apandining 1958 yili atiyozda qumulg'i palinib, taki 1979 yili kuzgacha 21 yildan ortiq turlik siyosiy besimda yashaganligini ilgari surmoqda. Tarix chaqi 1979 yilga kelganda Xitoydagi atalmış echivetish siyosatining ta'sirida Saydulla Saypullayov apandimu uvalchilikqa uchirgan deb hukm qilinib, burunqi nomi va huquqlari asliga keltirilgan. Bütün ömrünü aziz vatani va xalqining milliy mavjudligi, siyosiy huquqlari, madaniyat miroslari, urf-odatlari va milliy kulturini jon tikib qo'g'dash bilan o'tkazgan jasur va fidokor Azimat oldingi asrining dastlabki yerimidagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining ma'rif va tashkilot yetakchisi, oldingi asrining keyingi yerimidagi Uyg'ur xalqining yegona siyosiy yetakchisi va ma'naviy madadkori bo'lgan marhum Saydulla Saypullayov aka 2002 yili 9 ayning 4 kuni chorshanba Ürümchida 85 yoshida vafot bo'lgan.